Dangasalar uchun biznes. Bitta knopkani ezasiz, o'zi ishlaydi. Ishlaganda juda sabr qilib turasiz. Yaxshilab aylanib oladi. Bo'ldi. Bitta laklenkani olasiz, shartlarni ochasiz, mashina holatda bosib chiqarsalaring bo'ladi. Endi qaranglar, uy sharoitida mana shuni qo'lda bosadigan bo'lsangiz, 200 tagacha bossangiz bo'lardi. Keyin bundan 300 so'mdan qolar. Endi mana shunaqa zich toshlar deyiladi, ya'ni chevarlar tilida mana shunaqa zich toshlarni osonroq, tezroq bosib berish huquqiga ega bu nimasi. Endi bundan kamida 1000 ta bossa bo'ladi. Endi 1000 tani 1000 so'mga ko'paytiring. Mana qayni, mana shunda 1000 so'mdan qolar ekan. Bosib berishda o'zidan 1000 so'mdan qolganda ham 1000 tasidan 1 million bo'lar ekan. Akalar, mana shundan real biznesda bo'ladi. Ayollar, yosh bolalar, qizlar farqi yo'q. Kimgadir zarur bo'lsa, buni ikkitali turlari ham bor. Mana bunisi ham tayyor. Mana shunday pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarsalaring, to'liq tushuntirib berishadi. Garantiyasi 6 oy bo'ladi. Shunga ham ahamiyat berasizlar. Apparatlar o'zi ishlaydi. Yosh bolalarga ham bezopasnik, qo'l poli hech nima bo'lmaydi. Zapchasidan ham muammo yo'q. Tez ishlaydi hollar bo'lsa, xohlasangiz burib tezlashtirib olsangiz bo'ladi. 220 da ishlaydi. Narxlariga kelsak, $2000 dan boshlanadi. Endi 2500 gacha qarab ketaveradi. Razmeriga qarab, katta kichigiga qarab. Dastavkalari bor, kelishilgan holatda Qirg'iziston, Tojikistondan bo'lsa, ularga ham kargo orqali dastavka qilib berishadi. Va bu yerda har xil turlar turibdi. Mana shu qator pachka turibdi. Kimgadir zarur bo'lsa, pastdagi raqamlarda kutamiz.